Assalomu alaykum akademik konsalting kuzatuvchilari. Bugun biz siz bilan Berlin School of Business Innovation universitetining vakilasi Muxlisa bilan suhbat o'tkazamiz. Sizga Germaniyada o'qish va universitet haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Assalomu alaykum Muxlisa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshi, rahmat. Bugun siz bilan universitet haqida suhbat qilar ekanmiz. Keling avval o'zingiz haqingizda ozroq ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Ismimni aytib o'tdingiz. Ismim Muxlisa Hamidova. 5 yildan beri shu sohada ishlab kelaman, ya'ni International Higher Educationda Xalqaro Westminster universitetida talabaman va hozirgi aynan paytga kelib ham ishlab o'qib, doktoranturada tahsil olib kelyapman. Va hozirgi doktorantura bo'yicha dissertatsiyam ham aynan shu soha bilan chambarchas bog'liq desam ham bo'ladi. Demak, ta'lim sohasini juda ham yaxshi ko'rasiz. Oldin o'zi to'g'risini aytsam, men bakalavr diplomim bo'yicha iqtisodchi yoki moliyachi bo'lishim kerak edi va bakalavrni ham a'lo darajada, ya'ni first class honors deyiladi, chet el anaqa sistemasi bo'yicha 5 ga bitirgandim. Qisqasini aytadigan bo'lsak, va qanaqadir iqtisod bo'limida ishlaydigan kadr bo'lishim kerak edi. Lekin taqdir taqozosi bilan shunday bo'lib ketdiki, hozir ta'lim sohasiga butunlay o'tib ketdim va hayotimni hozir busiz tasavvur qila olmayman. Keling, universitet haqida gaplashishdan oldin ozroq Germaniya haqida ham ma'lumot olsak, nima uchun ko'proq talabalar aynan Germaniyani tanlashyapti? Birinchidan, oldin bizning asosiy o'qish bo'yicha jo'natiladigan joylarimiz bu AQSh va Angliya edi, United Kingdom. Lekin hozir shunaqa bo'lib qoldiki, vaziyat bizda vizalar bo'yicha sistema o'zgarib ketdi. Oldin AQShga olish imkoniyati bor edi, vizani, studentlik talaba vizasini, lekin hozirgi vaqtda agar biz statistikani tekshiradigan bo'lsak, attagina 10% gina student 100% dan bizda studentlik vizasini oladi va qolganlar hammasi eng yaxshi nufuzli universitetga topshirgan bo'lsa ham eski xatolar tufayli bu narsadan qolib ketishadi va shu sababli Angliyada, hozir AQShda bu narsalar bilan katta muammo bo'lgani sababli hozirgi studentlar Yevropani ko'proq tanlashyapti, chunki u yerda viza bo'yicha hozir unaqa qiyinchiliklar yo'q. 90% imkoniyat bilan viza olish imkoniyatiga ega studentlar va hozirgi kunda kelib Germaniya Yevropani eng kuchli iqtisodiyotli mamlakatlardan biri bo'lgani uchun studentlarni bu eng asosiy o'qish bo'yicha tanlaydigan study destinationlardan bo'lib keladi. Ta'lim jihatdan olib qarasak ham Germaniya alohida bir mavqega ega davlat hisoblanadi. Shundaymi? Shunday, agar biz u yerda qolib va keyinchalik karyerangiz ustida ishlaydigan bo'ladigan imkoniyatlar har bittasini sanab o'tadigan bo'lsak, Germaniya biz uchun top mamlakatlardan biri hisoblanadi bu narsalar bo'yicha. Germaniya haqida hozir ozroq ma'lumotga ega bo'ldik. Endi BSBI universiteti haqida qisqacha bizga ma'lumot berib o'tsangiz. BSBI bu agar harflar bo'yicha aytadigan bo'lsak, oldin Berlin School of Business Innovation degan to'liq nomiga ega edi. Hozir bizda universitet rebranding bo'ldi va Berlin so'zi olib tashlab BSBI School of Business Innovation degan xalqaro brendga almashdi nomi. Va universitet xususiy universitet sifatida 8 yildan beri o'sha Germaniyada ishlab kelmoqda. Bir necha kampuslarimiz bor va Germaniyani birdan-bir eng zamonaviy, nufuzli universitetlardan biri hisoblanadi. Mana kampuslari dedingiz. Aynan qayerlarda kampuslari bor? Shu haqida ham qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Asosiy kampusimiz bizda Germaniyaning Berlin shahrida joylashgan. U yerda bizda bakalavr, magistratura va doktorantura programmalari bor. Studentlar uchun keyingi lokatsiyamiz Gamburgda, Germaniyada joylashgan va bundan tashqari bizda oxirgi 3 yillardan beri Fransiya va Ispaniyada yangi kampuslarimiz ochildi, binolarimiz va u yerda studentlar magistratura kursi bo'yicha tahsil olishsa bo'ladi. Adashmasam Ispaniyada ikkita shaharida bor-da kampusi. Ispaniyada ikkita shaharida Barselona va Madrid va studentlarimiz orasida eng mashhur bizani shaharlarimizdan biri, ayniqsa futbol muxlislari orasida. Shuning uchun u yerda tahsil olishmoqchi bo'lsa, bemalol BSBI ga magistratura yo'nalishiga topshirsa bo'ladi. Xo'p, endi BSBI universitetining fakultetlari haqida qisqacha bizga to'xtalib o'tsangiz va aynan qaysi fakultetlar yoki qaysi yo'nalishlar aynan bu universitetda kuchliroq o'qitiladi?
Hop, nomidan o'zi aytib turibdi, biznes maktab, biznes school deb nomlangani uchun eng bizada kuchli yo'nalishlardan biri bu biznes va menejment hisoblanadi. Lekin shuni aytib o'tish lozimki, magistraturada bizada yo'nalishlar juda ham soni ko'p va hozirgi kunga kelib bizada IT sohalari rivojlangani sababli data analytics, Master of Science Artificial Intelligence, Cyber Security kabi yangi yo'nalishlar, universitetga qo'ygan yo'nalishlar studentlarimiz uchun juda ham katta qiziqish bo'lyapti va ularga studentlar ko'proq topshirishyapti hozirgi kunga kelib. Universitetda asosan bakalavr, magistratura yo'nalishlari o'qitiladi, shundaymi? Bakalavr yo'nalishlari bor. Bizda bakalavrda biznes, turizm, bir necha san'at bilan bog'langan fakultetlarimiz bor, game design, shunga o'xshash va o'sha magistratura bosqichiga kelib yo'nalishlar soni bizda undan ham ko'proq va o'sha aynan qanaqadir kichikroq yo'nalish bo'yicha fakultetlarimiz bor. Nima demoqchimanki, masalan, sports management degan fakultetimiz bor, healthcare management degan fakultetimiz bor. Bu ko'pgina universitetlarda bunaqa fakultet yo'q. Bizda esa shu narsaga qiziqish va talab bo'lgani uchun ham shu fakultetlarni ochishgan universitet anaqamiz. Universitetning endi yutuqlari va e'tiroflari haqida nimalar aytib bera olasiz? Universitet o'zi nomi bilan brendiga ega. Bu degani har yili har xil narsalarda universitet qatnashib keladi. Masalan, 25-yilda o'zida ular Best Learning Strategy, Best Education Award degan ko'plab sertifikatlarni qo'lga kiritishdi va bulardan eng qiziqarlisi bir oy oldin QS Stars ofitsialni universitet qo'lga kiritdi. 5 ta yulduzdan universitet 4 ta yulduzga hozir ega. Lekin agar punktlar bo'yicha, ichidagi narsalar bo'yicha qaraydigan bo'lsak, employability, ya'ni ishga joylashish bo'yicha 5 yulduzdan 5 ta yulduzga ega universitet yoki onlayn o'qitish bo'yicha 5 ta yulduzdan 5 ta yulduzga ega. Bu narsalar shunda ko'rsatadiki, ma'lum bir narsalar bo'yicha universitet boshqa universitetlarga qaraganda juda ham oliy darajada bu narsalarga va muhim e'tibor beradi. Universitet ma'lumotlarini ko'rib chiqqanimda bitta emas, bir nechta qo'shma dasturlar haqida ham ma'lumot bor ekan. Shular haqida ham ozroq to'xtalib o'tsangiz. Savolingizni to'g'rilab ketaman, chunki universitetda qo'shma dastur yo'q, lekin bizda 5 ta ofitsial partnerlarimiz bor. Bu nima degani? Masalan, bakalavrda bizda hamma fakultetlarimiz University of Creative Arts, Angliyaning nufuzli universitetlari taraflama akkreditatsiya olingan. Bu degani student o'qiyotganda bakalavr bizda fakultetlarni, masalan, business managementga topshirsa, UCA University of Creative Artsni Angliya programmasi bo'yicha o'qitiladi. U yerda xuddi Angliyada qanaqa o'qitish kitoblari bo'lsa, qanaqa imtihonlar bo'lsa, xuddi shunaqa tartibda bizda ham tahsil oladi student va universitetimizda shu bakalavr bosqichini bitirgandan keyin University of Creative diplomi Angliyadan to'g'ridan-to'g'ri studentning qo'liga keladi. Magistraturada bu ko'proq partnerlarimiz bor. UCA University of Creative Arts'dan tashqari bizda Concordia University, Chicago Amerikanskiy universitet, Unituna Italyanskiy universitet, undan tashqari Chichester Angliyaning davlat universiteti va Royhampton Londondagi joylashgan universitetlar bilan shu 5 ta universitetlar bilan hamkorlik qiladi va fakultetiga qarab shu universitet qaysi universitet tegishli bo'lsa, diplom ham shu davlatdan keladi. Bu narsa nimaga qilingan? Bu narsa o'qitish sifatini oshirish uchun qilingan va shu universitetlar ham bizda o'zini akkreditatsiyasini bergani uchun va diplomni bergani uchun har doim bizani o'qitish sifatini studentlar haqqoniy ham shu narsa bo'yicha ta'lim olayotganini har doim bizda tekshirib turishadi. Shunda hozir ular ikkita diplom olishadi. Bittasi Germaniyaniki, bittasi Angliyaniki bo'ladimi shunda? Yo'q, Berlin agar Germaniyani o'zida tahsil olishsa, BSB'ning Germaniyadagi kampusida diplom faqatgina o'sha universitetdan keladi, to'g'ridan-to'g'ri faqatgina bitta diplom olishadi. Lekin bu diplom bizda Angliyada ham, Yevropada ham, O'zbekistonda ham o'z kuchiga ega, chunki nufuzli universitetlarning diplomi bu. Lekin universitet student agar masalan Fransiyadagi kampusimizda yoki Ispaniyadagi kampusimizda tahsil olsa, u yerda double degree olishligi mumkin. Masalan, Fransiyada bu UCA University of Creative Arts plus Parijning biznes shkolasi PPA diplomini olishligi mumkin. Ispaniyada esa bu ham double degree bo'lishi mumkin. Masalan, BSB'ning diplomi bo'ladi va qo'shilganda Chichester Angliyaning davlat universitetining diplomini olishligi ega. Va undan tashqari Ispaniyada Qualificam degan programma asosida sertifikat olingan. To есть 3 taraflama Ispaniyaning davlat sertifikatsiyasi olingan programmasi
BSBI'ni diplomi va Angliyaning Chichester universiteti diplomi qo'shib beriladi, shunaqa narsa. Yaxshi. Universitet haqida qisqacha tanishib o'tdik. Endi bu universitet topshiradigan talabalar qanaqa bosqichlardan o'tadi? Ya'ni qabul jarayonlari qanday bo'ladi? Bizda bakalavriatga topshirish uchun ta'lim asosan 11 yillik bo'lgani uchun bizda foundation degree bilan boshlashadi studentlar o'qishni. Xuddi Angliyadagi sistemada o'qishadi. Birinchi foundation degree'ga topshirishadi, keyin 3 yil bakalavr asosida o'qishadi. Foundation degree'ga topshirish qiyin emas. Bizda o'sha har doimgidek standart dokumentlar kerak bo'ladi. Bu xalqaro pasport, ingliz tili sertifikati bo'lishi kerak, IELTS, TOEFL yoki ichki imtihonimiz ham bor, undan ham o'tib topshirishsa bo'ladi va motivatsionni letter, to есть insho yozib berishligi kerak bo'ladi. Nega aynan bizning universitetimizga topshirishmoqchi, nega aynan shu fakultetni tanlashyapti, shu asosida 500 ta so'z orqali kichik insho talab qilinadi. Yaxshi. Endi bu universitetga topshiradigan talabalar qanaqa til sertifikatlari so'raladi? Foundation degree'ni boshlash uchun studentda IELTS 5.0 5 darajadagi sertifikat yoki TOEFL, IBT, ichki imtihon va Duolingo sertifikatlari bizda hali ham qabul qilinadi. Yoki student to'g'ridan to'g'ri A level yoki IB level bosqichini bitirgan bo'lsa, shu yerda yoki boshqa maktabda ularni to'g'ridan to'g'ri bakalavrga qabul qilishimiz mumkin. Bunda bizda IELTS 6 darajasida bo'lishi kerak student va magistraturaga to'g'ridan to'g'ri ular topshirmoqchi bo'lsa, postgraduate studiesga bu yerga ham IELTS 6.0 yoki boshqa sertifikatlarni shu darajada topshirish mumkin. Hozir ichki imtihonlar deb aytib o'tdingiz. Ichki imtihonlar orqali, ya'ni foundationga til sertifikati ham kirsa bo'ladimi? Xuddi shunday. Masalan, bakalavr yoki magistraturani topshirish davomida studentda hali til sertifikati bo'lmasa, bir xil studentlar bu sertifikatni topshirishga ozgina qo'rqishadi, bilim yetarli darajada emas deb. Bizda tekin ichki imtihonimiz bor, o'zimizning universitet tomonidan beriladigan. U o'sha imtihonni topshirib ham shu sertifikati degan dokumentni o'rnida yopish huquqiga ega studentlar va bu imtihon bizda tekin va onlayn tarzda kamera orqali olinadi. Shunda hozir ham magistraturaga ham bakalavr foundationga topshirish uchun ham ichki imtihonlar bor. Agar Duolingo, TOEFL, IELTS sertifikatlari bo'lmasa studentda shu narsani bizdan so'rashligi mumkin. Bizda ham ko'pchilik talabalar shu masala bo'yicha so'rashadi o'zi. Misol uchun ingliz tilida o'qiganman o'zim yokida ingliz tilini yaxshi bilaman, faqat sertifikat olmaganman, topshirsa bo'ladigan universitetlar bormi deb. Mana endi bizda ham bitta variant ko'paydi. Xuddi shunday. Endi universitetning amaliyotlari va studentlarning karyera qilishiga qanday imkoniyatlari bor, shular haqida ham bizga biroz ma'lumot berasiz. Bu narsa bizning universitet uchun eng asosiy o'rinlarda studentlarni ishga joylashtirish, employability degan faktor bor universitetda va shuni aytib o'tamanki, universitetga bu narsa juda ham muhim bo'lganligi uchun har bitta bizning kampusimizda ular karyerni center degan bo'limni ochgan. Bu sentrning asosiy vazifalaridan biri studentlarni ishga tayyorlash. Rezyumeni qanaqa to'ldirish, internshiplarda qatnashish, intervyuda qanaqa o'zini tutish kerakligi bo'lgan kabi har xil master klassda o'tib o'tadi o'qish davomida va undan tashqari universitetning har yil davomida job fairlar bo'ladi bizda universitetda, ya'ni kompaniyalarning o'zi universitetimizga kelib ish o'rinlarini, yangi ish o'rinlari haqida ma'lumot berishadi studentlarga va o'sha kunning o'zida student rezyumesi bilan kelgan bo'lsa ishga chaqirishligi mumkin. Keyinchalik suhbatdan o'tib agar to'g'ri kelsa ishga joylanib ham ketishi mumkin. Undan tashqari universitetning bir necha asosiy hamkorlari bor. Bu kompaniyalarda bizani bitiruvchilarimiz, graduate studentslar ishlab yuradi va shu kompaniyalarga ham student ishga joylashishi mumkin. Endi savolim hamma abituriyentlarga eng qiziq bo'lgan joylaridan bittasi universitetning o'qish to'lovlari va scholarshiplar haqida bizga ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, ko'p studentlar shu joyda aytib o'taman, Germaniyada o'qish tekin deb o'ylashadi va bir xil narsalarni sal tushunmovchilik bo'ladi. Bizda universitetimiz xususiy universitet bo'lgani uchun, private university bo'lgani uchun bizda kontrakt turlari mavjud. Bakalavr, magistratura studentlariga. Bakalavrda masalan bizda hozir o'qish kontrakti 10.420 yevro hisoblanadi 1 yillik uchun. Magistraturada 14.000 yevro butun magistratura kursi uchun.
Bakalavrda lekin bizda har xil skidkalarimiz bor, diskountlarimiz bor. Bu studentlarga akademik performansiga beriladi, ya'ni baholari yaxshi bo'lsa, eng katta scholarshipimiz 55-45% diskount olishligi mumkin, scholarship olishligi mumkin universitetimizdan. Agargina baholari o'rtacha darajada bo'ladigan bo'lsa, bizdagi O'zbekiston studentlari uchun regional discount ham amal qilinyapti. Hozir 35 darajada scholarship ularga ham biza offer qilishimiz mumkin. Magistratura studentlarimiz uchun 35% darajada hozir scholarshiplar mavjud. Yaxshi. Universitet yotoqxonalari mavjudmi? Universitetni o'zida bizda yotoqxona yo'q, chunki universitet faqat bizda o'quv binosi hisoblanadi. Lekin o'sha ko'rsatib o'tamiz, universitetning bir necha BSBIning bir necha asosiy hamkorlarimiz bor. Bu yerda studentlar o'ziga yotoqxona qidirishligi mumkin va o'zlarining xohishlariga qarab buni narxlari o'zgaradi. To есть u yerda bizda studio apartment bo'lishi mumkin, shared apartment bo'lishi mumkin, kursdoshi yoki o'rtog'ligi do'stlari bilan birga qoladigan va shunga qarab bizda narxlar ham o'zgaradi. Hozirda BSBIda o'zbekistonlik talabalar ham bormi? Ular asosan qanaqa mashg'ulotlar bilan shug'ullanadi odatda? Bizani BSBI kampusimizda O'zbekistonlik talabalar juda ham ko'p. Bitirgan talabalar ham bor va hozirgi paytda bakalavr yoki magistratura bosqichini o'tayotgan, tahsil olayotgan hozirgi paytdagi talabalar ham mavjud. Ular juda ham o'qitish sifati bilan mamnun va hozirgi paytda ular karyera imkoniyatlaridan juda ham aktivni foydalanib kelishmoqda. Endi universitet haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldik, qabul jarayonlari haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Endi yana umumiy Germaniya mavzusiga qaytamiz. Germaniyaga o'qimoqchi bo'lgan talabalar endi student vizasi olish uchun qanaqa jarayonlardan o'tadi? Xo'p, yana bitta narsani aytib o'taman. Bu yerda ko'pgina studentlar mana Germaniyaga o'qish tekin, bepul ekan deb shunaqa fikr bilan yurishadi, lekin shuni bilishmaydiki, xususiy yoki davlat universitetlarida o'qitilishidan qat'iy nazar Germaniyani vizasi olish uchun, student vizasini olish uchun blocked account ular qo'yish kerak. Blocked account nima? Bu Germaniyaga ketish uchun sizda 12,000 yevro blocked shot ochilishi kerak bankda va shu narsaga bu summa qo'yilishi kerak. Bu summani siz faqatgina Germaniyaga viza olganingizdan keyin har oy davomida yechib bora olasiz. Bu narsani Germaniya davlati nega qiladi? Siz har oy o'zingizga yotoqxonaga yoki ovqatlanishga yoki boshqa birlamchi ehtiyojlaringizni qondirish uchun har doim studentning puli bo'lishi uchun bu narsani har bitta student uchun majburiy qiladi va shu orqali ular har doim pul bilan ta'minlanishini ham hisobga oladi. Va shu narsani birinchi qilish kerak. To есть Germaniyani vizasini olish uchun bizda birinchi bo'lib blocked account bo'yicha o'ylashimiz kerak. Blocked accountni ochish qiyin emas. Bizda asosan Germaniya banklariga qo'yiladi bu. Eng mashhur banklardan biri Fintibada ochishadi va shu narsani ustida o'ylash kerak. Chunki bu narsa ko'p studentlarimizni yiqitib qo'yib, viza olish jarayonini juda ham kechiktirib yoki uzaytirib qo'yadi. Bizda keyingi dokumentlarimizdan biri bu sug'urta ochish kerak bo'ladi 1 yilga student uchun va bu narsa o'sha u ham o'ziga yarasha afzalliklari bor. Masalan, studentimiz kasal bo'lib qolsa, agar Germaniyaga borgan yoki nimadir to'satdan holatlar bo'lib qolsa, klinika taraflama bepul o'sha yordam olishini ham ta'minlab turadi. Hozir aytib o'tib ketdingiz viza jarayonlari haqida. Ko'pchilik talabalarning xatolaridan bittasi, adashmasam, universitetga o'qishga kirgandan keyin menga tezda viza chiqadi deb o'qishga topshirishga oldindan harakat qilmaydi va bir oy qolganda topshirishga harakat qiladi. Xuddi shunday, chunki hozirgi paytda har bitta davlat, nafaqat Germaniya, balki boshqa davlatlarda ham viza kutish jarayoni ancha cho'zilgan. Bunga sabab studentlar soni ko'paygan, chet elga chiqadigan, bunga sabab bizda chet el bo'yicha, ish bo'yicha komandirovka ketadigan odamlar ham ko'p. Shu sababli bizda agar Germaniyani o'rtacha viza chiqish kunlari 1 oy bo'lsa, hozirgi kunda kelib 2 oyga ham cho'zilishi mumkin. Bunaqa holatlar ko'p kuzatilgan. Bizda taraflama universitetlarga bu studentlarga albatta yordam ko'rsatiladi. Qanday yordam? Masalan, bizda asosan offline o'qish tarzi bo'lsa, studentlar vizasi chiqquncha onlayn o'qib turishga ruxsat beriladi. Studentlar
darsdan uzilib qolmasligi uchun. Lekin shu narsani baribir hisobga olish kerak. Studentlar 2 oyni ham hisobga olib, oldinroq vizaga topshirish kerak va harakat qilish kerak. Mana suhbatimiz ham oxiriga yetib qoldi. Mana shu joyda sizdan so'raydigan narsamiz, Germaniyada o'qimoqchi bo'lgan talabalarga qanday o'zingizni shaxsiy tavsiyalaringizni berasiz? Shaxsiy tavsiyalardan biri bu narsa bu jarayonni kechiktirmaslik. Mana shu narsa haqida o'yladinglarmi, niyat qildinglarmi, oxirroq harakat qilinglar. Chunki etaplari ko'p, jarayonlari ko'p. Bu narsani yana aytib o'tdim. Siz sertifikatingiz bo'lishingiz kerak, universitetdan qabul xatini olishingiz kerak, lekin shu o'rinda vizaga ham tayyor bo'lishingiz kerak. Vizaga tayyor bo'lishingiz uchun moliyaviy taraflama anaqalari bor, jarayonlari bor va shu narsa uchun 1 yil oldin harakat qilsangiz, vaqtida o'qish jarayoniga yetib kelasiz. Va yana bitta narsasi, studentlar ko'pincha ko'pchilik chet elga ketishni xohlaydi, lekin shu narsa bir xil sabablarga kelib, mayli bu yil emas, keyingi masalan kuzgi qabulga emas, qishki qabulga balki ketarman deydi. Lekin har doim meni statistika bo'yicha aytishim mumkin, ko'p studentlar bilan ishlaganimda qishga kelib ularda qandaydir kutilmagan holatlar, vaziyatlar bo'lib qoladi va ko'pincha o'qitish qishga emas, balki butunlay qolib ketadi. Ya'ni student O'zbekistonda qolib ketadi va shu bilan chet elda o'qitish orzusi qisman yo'qoladi. Shuning uchun sizda xohish, istak yondimi? Shu narsa bo'yicha tezroq harakat qilib, tezroq bu narsani jarayonni boshlash kerak. Kelganingiz uchun rahmat, ajoyib ma'lumotlar uchun rahmat. Bugungi suhbatimiz o'z yakuniga yetdi. Ajoyib ma'lumotlarga ega bo'ldik. Shunday qilib, bundan ham qiziqarli va boshqa universitetlar haqida yoki boshqa davlatlarda o'qish bo'yicha ham ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz, Akademiya YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosishni esa unutmang.